Sizlar bilan men yana Saviyal va bugungi videomizda modli survival o'ynaymiz. Bugungi videomizda yaxshi bo'lgan cho'tki bo'ladi. Video boshlanishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Mana o'sha modli survivalimiz birinchi strukturasi. Hop. Misol qo'rqolma. Ham juda yaxshi. Hop, ana bu yerda portal bor ekan. Hamma modlarni Telegram kanalidan topasizlar. Bundan tashqari boshqa modlarni tashiyman. Lava qilich, temir anaqasi, obsidian, kремний, fire charger, iceberg challenge, использовать предмет, modlar bor menda. Juda modlar qo'shib tashlaganman. Mana mana endi ikkitadan daraxt sindirib bolta yasashim kerak. Ikkinchisi menga tushmabdi. Yaxshi. Ham kerak mayli. Hop. Burada bu mod o'zimga ham yoqdi bu. Hop, bundoq qiladi. Bo'ldi yasaydi. Mana chaqsindirsa butun daraxt tushadi. Daraxtlar yomg'iri. Mana bu chun bor ekan. Kerak bo'ladi bunaqa. Judayam mazza ekan. Ozgina daraxt bo'laylik. Qo'tyapti. Mana daraxtga ham qo'shib sindirib ketibdi. Shuncha resurslar. Daraxt. Shuncha resurslarim bor endi. Ana strukturaga kiramiz ama. Mana shunaqa qilib bo'ldim. Kiraman. Darrov sinibdi. Bekorga emas bu. Bitta hammasini sindirgan hisoblanadi. Zato tez sindirdim. Kellari yoraman. Nebesnay qarama. Bemalol o'ligim bilan yoraman. Hop, o'ligim desa. Hop, pavonik bor ekan. Indikator bor ekan. Villager. Shani yomon ko'raman. Stop. Pavonik turibdi. Spawn evan. Bu sehriyar bor ekan, qoch. Surdik. Mana aqli kerak emas. Sehriyar bor ekan. Chop bo'lsa, yotamiz yerda. Bekorga. Resursi ham, boshqasi ham kerak emas. Qochamiz. Kirka ham yoshi yetmaganda. Shuncha resurs. Yerdan ozgina tosh qo'yamiz. Kuchayamiz. Aytgancha bu yerda misdan narsa yasasa bo'ladi. Mismen bo'lamiz. Ancha ko'p cho'p yasaverman. Biomisli qilishlar. Juda zo'r strukturlar bor. Sizlar o'ylamagan strukturlar ham bor. Mana bilmagan strukturlar bor. Qotvoy. Video artistish kerak. Yasayman. Doksanni o'radi. Turib qoladim. Mana mana qochib olmasin. Bundoq qilsa, bundoq qilish kerak. Magadir u joyda qanaqasigadir narsa qo'yib qo'ymayotgan ekan.
Hop akalar. Videomuz qizg'in bo'ladi degan umiddaman. Boshlanish bilan naryoqda Vindicator Villager bilan naryoqda sehrgar ham spawner bilan sehrgar spawner. Kerak bo'ladi akalar. Nimaga desalar, o'tdan olishini bu odam bilsa kerak. Totem olsa bo'ladi. Totemlik bo'lamiz. Faqat nebesnaya karaman astrada yo'q. Buning uchun sal qo'rqish kerak va shu kuchli Vexlarni chaqirsa sochib beshiydi. Sandig'i ham boshqasi ham kerak emas. U ko'mir bor ekan. Dynamic light qo'shgandim. O'zida yo'q ekan. Hozir yasab ko'ramiz torch. Yaxshi. Torch. Yaxshi. Dynamic light bor ekan. Yaxshi qo'shibman. Dynamic lightdan boshqa hamma modli bo'ladi. Chunki Dynamic light anchadan beri menda bor. Просто men anaqa qilmaganman. Qayoqdan o'tkazganimni ham esimda yo'q. Shuning uchun topishim qiyin bo'ladi. Dynamic lightlarni mashinaga nas har xil bo'ladi. Bu oddiy qo'lda ham cho'zib yonadi. Boshqacha ko'kolov ham fanar degan narsa ham bor Minecraftda. Yetgancha bu yoqda nayza esasa bo'ladi, esimga tushib qoldi. Yaxshiyam nayza bog'landa yo'ram meni kellaring davay bitta sochib tashlayman. Qilcham yasab olaylik. Hoppa boshidan juda anaqa bo'lgan yetmayotgandek. Bitta boshqa struktura yo'qmi? Qishloqcha bo'lganda bo'lardi. Qishloqcha yo'qki. Yo'q moblar yo'q struktura. Bu yerda shunaqa zo'r strukturalar bor akalar. Trill chamber pluslar ham borda. Bularning pastda hamma strukturada trill chamber narsalar bor. Nima? Qishloq topdim. Qanday omad bu? Yana ketmaganda esa Qur'on oldida juda ham chiroyli bo'ladi. Temirchilik ham bor ekan. Hammasi cho'tki yoraman deb o'yini. Muslim roneri bo'lishi kerak mana shu yerda. Hammasini topashdi muslim roneri paydo bo'ladi. Ko'p modlar bor. Bu Better on Bedrock Telegram kanalimda bo'ladi. Telegram kanalim kommentariyada bo'ladi. Bu roneri bor ekan. Ovqat shuncha 40 tani nima qilaman. Ey. Yaxshi. Bunaqa broniya. Bunaqa chestplate bor ekan. Opet yoramiz. Skin uchun zo'r. Skin ishlamay qolyapti. Skinim boshqa skin topsam ekan deganim. Ikkita tim uchun bor ekan. Nima sansam bu? Hozir nezerga portal yasamoqman. To'g'ri, bu tarafdan bo'lsa, bu tarafdan yo'q ekan. Lekin juda kuchli narsalar ekan. Oltin kerak bo'ladi. Mana nimaga kerak bilmayman kerak. 5 ta ekan, obsidian qilamiz. Men vertikda ana hozir ko'ramiz. Temirlar yasab olaylik. To'g'ri yaxshi bo'ladi. Shu temir yasab olamiz. Chaq. Wow deydi. Baton yasalayotganmiz. Baton yasaymiz. Shit yasaymiz. Chaq. Temir kitga yasaymiz. Chaq. Hozirda jugunus yasab tashladim. Nima yasaganimni hech kim bilmaydi. Okey. Nega video chiqmayapti desalar, sporka yaratishim bilan vaqtim ketib qolyapti. Video chiqarishga vaqt bo'lmayapti akalar. Endi galim 100 ta bo'ladi.
mana anaqa galeman bir bo'sdek gapdi yoki 100 ta jon bo'ladi galam ham. Bo'slarda kuchli galam ham. Galemlar hozir qotib qolsa-da o'yinimiz keyin yugurib turganlar bit turib yorib tashlasa bormi? Chaq o'ldiramiz. Qochamiz. Nimaga unday bo'lyapti? Kelmayapti. Ha, yaxshi. Bu o'sha-yu. Bratanim, qazi unda. Qazi, yaxshi. Yo'q, ikkita bo'lmas ekan bu qazi. Endi kelishini kutamiz-da, bratanim, kela qoling. Kelasizmi? Bratim. Keling endi. Odam zir. Kritim yo'q. Tepaga bu qo'yib bo'lmadi. Ko'rdinglar, o'zimiz qanaydir qotibman, otvoryapti. Ne, so'kin. Nima unaqasiga urishga kerak, to'l blok. Hey, yaxshi. Ne, yoraman, bu yoqqa cho'chib tashlayman, ne. O'ldi. O'lmabdi. Ne, sochdim. Yo, asta. Mana bitirib qoldi. Qandaydir bag bilan. Mana 3 yasab qo'ydim o'zi. Tepaga blok qo'yotdim, ma'ni kelyapti. Do'pposlayman seni, bu yoqqa kelgansan deb. Yotqizib olib do'pposlayman, dang deb. Jaq, butun daraxt sinib tushmadi? Butun daraxt sinib tushmayapti nimaga? Butun daraxt sinib tushishi kerak edi. Sin deyapman. Sin. Oy. Men daraxtni moqchidan bo'lmasam kutaydi. Buni qushloqim ancha muncha ko'pdi ekan. Bunaqa narsa yo'q, mana bu yerda sandiq bo'ladi, organizm bo'lgan. Kitob bor ekan bu safar. Va bir talay batonku, non va kartoshka. Boshqalarga kerak emas. Mana kerak. Mana bu narsa kerak. Ol. Bu modulsi ham hammasi cho'tki bo'ladi degan umiddaman. Havoga bitta qanaqa uy bor, bu yerda ham bronya bo'ladi. Agar oyoq kiyim bilan anaqa bo'lsa, full bronyali bo'laman. Lekin full bir xil bronya emas, u oyoq kiyim bor ekan. Mayli. Hammasini ketamiz. Mana bu teri kerak bo'ladi. Backpack yasash uchun. Kerak narsa yo'q, ishni tosh turibdi. Voy, bitta juda ham zo'r strukturlar ham bo'ladi. To'g'ri, bitta cherrymi? Cherrygraf. Menimcha bunda bormi yoki o'zim bedrock ko'zdanmi deb bo'lmadi. Ba'zi bir daraxtlar unaqa ekan, sun'iy daraxt ekan, haligi daraxt. Mana bu tabiiy daraxt-da. Tekshirib ko'ramiz mana. Tabiiy daraxt. Bitta butun daraxt tushadi. Ana haligi sun'iy daraxt. Vau, yomg'irga qaraylik chiroyliligini. Chaq va shuni hammasini olamiz. Haligi sun'iy daraxt o'zligi yaratilgan ekan. O'zdan spawn bo'lmas ekan anaqa daraxtlar. Voy, butun katta daraxt ham bemalol sindirib yuboradi. Hamma modlarni Telegram kanaliga tashlashga harakat qilaman iloji boricha. Uy qurishga joy topamiz. Mana vaqtim ham kelib qopti. Mayli, o'yinni ham tugatamiz shu yomg'ir tugatishi bilan.
bo'pti akalar, hammaga xayr.